cherepnoy davleniya hamda umurtqa pog'onalarining grijolari haqida bilarmidingiz? Hozir cherepnoy davleniya haqida gapiramiz. Cherepnoy davleniya ilohiy energiya hisoblanadi. Psixosomatikasida cherepnoy davleniya hozirgi tibbiyot tilida aytiladi. Buni muvozanatini o'nglab yurish qadim zamonda oldindan odamlar kefir bilan, chakka bilan, qattiq bilan, zardob bilan boshini yuvganda o'nglanib yurgan, muvozanatni o'nglagan. Ammo bu hozir bizga ximiskiy har xil sostav tarkibidagi shampunlar va hokazo narsalar chiqdi. Bu narsani nabarot ziyonini kuchaytiradi. Bu bir. Ikkinchidan, eski qadim zamonda odamlar cherepnoy davleniyasi past odamlar tuxum bilan, novot bilan cherepnoy davleniyani ko'tarib, o'nglab yurgan. Bu haqida bizani odamlar bilmaydi. Cherepnoy davleniyasi baland odamlar qattiq, zardob, kefirda boshini yuvgan, cherepnoy davleniyasi past odamlar tuxum bilan, novot bilan, shunga o'xshash kuchli narsalar bilan ko'targan. Embrionda ko'rsatib o'taman. Din tomonlama namozlar 5 mahal, 7 mahal va hokazo farz qilingan. Bu grija diskdan saqlab qoluvchi eng katta omil. Buni operatsiya qilishga hojat yo'q va buni davolash usullari juda oson, operatsiyasiz va yengil. Buni aytishim kerak, umurtqa pog'onani aralig'i 5 mahal, 6 mahal kun bo'yi namoz o'qilganda fiziyatka bo'lgan paytida ochiladi va ichkaridan o'tgan trubochkasi o'nglanib tiklanadi va hech qanaqa disk, grija degan narsa bo'lmaydi. Arada namoz o'qimaydigan, og'ir ish qilaydigan odamlarda o'sha trubochka aralig'ida qisilib qolishini paydo qiladi. Ammo uni operatsiyasiz ochish va hech qanaqa muammosiz sog'aytirish mumkin. Boshidan liqillig'idan ip o'tkazilgan bo'ladi hamda dumg'ozasidan ip o'tkazilgan bo'ladi. Umri va rizqi shunday bog'liq bo'ladi va har bir insonni taqdir boshqaradi. Taqdir yaxshiliklari Allohdan bo'lsa, taqdir yomonliklari shaytondan keladi. Aytib mumkinki, Alloh yaxshiliklarni ravo ko'rgan payt shayton ham bekorchi o'tirmaydi. Bandasiga obязательно zarar qilish uchun uni marionetkada yomon yo'lga solib, odamlarni har xil hayotini yovuz kuylarga soladi. Ammo bu ishlarni ilmi amal bilan, o'qidi bilan ham, folbinlik, magiya va hokazo yo'llar bilan ham odamlar ishga soladi. Bundan ham xalos bo'lish yo'llari bor. Bizning numerologiya 3-meditsinamiz shundan iborat. Har bir nafasimiz, yurak urishi, har bir insonning kuni, soati, daqiqasi oldin aytib o'tganimday, xuddi shu marionetkani o'ynatib o'tirgan holatlariga daxldorlik joyi katta. Ana bu bizani embrionimiz bo'ladi. Bu embrion ota-ona avlodlardan javobgarlik bilan tomirdan urug' bo'lib kelib dunyoga yaraladi. Xuddi shu daraxt kabi o'tganda aytib berganimday, ota-ona avlodlari qanday gunohlar qilgan bo'lsa, bolalari va yetib pushti avlodiga javobgar bo'ladi. U javobgarlikdan qaytarish yo'llari bor. Unga qarg'ish va la'natlarni qaytarish kerak bo'ladi. Bu ham Allohning bir marhamati va ne'mati hisoblanadi. Ammo buni boshqa xil talqin qilib odamlarga bu yaxshilik yo'li berkitilgan. Cherepnoy davleniya kasalliklari, umurtqa disklari kasalliklari bor odamlarda albatta ichki organlarning ichida to'liq kasalliklar mavjud bo'ladi. Chunki bu miya bilan va to'liq ichki organlarni o'z ichiga olgan bo'ladi. Bu haqida yana mavzuni davom ettiramiz. Nuqtali diagnostikamizda men o'zim shaxsan har bir bemorni ichki va tashqi organlarning holatini o'rganib turib shifosini beraman. Ichki organlarni davolagan paytda ham umurtqa tiklanadi, umurtqani davolagan paytda ham ichki organlar to'liq tiklanadi.